Komplektovka Yandex.Lavka. Yana bir bor aziz yurtdoshlar, qadrdonlar, akalar hamda opalar, qandaysizlar? Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Ishlar bilan charchashlar yo'qmi? Akalar, opalar, bugun yangi vakansiya chiqaryapmiz. Yana sizlarni poddershkalaringiz bilan, sizlar qo'llab-quvvatlaganlaringiz bilan yana yangi vakansiya, yangi ish o'rinlari. Ish joy aytib o'tgandek chegaralangan 18 yoshdan to 45 yoshgacha olinadi. Bu yerga faqat erkaklar kerak. Ishimiz Rossiya, город Sankt-Peterburg, Leningradskiy oblastda bo'ladi akalar. Fyodorovskiy, Pochtovaya ulitsada bo'ladi akalar, opalar. 5 ga 1 yo 6 ga 1 yo 5 ga 2 ish vaqti. 5 kun ish 2 kun выходной qilaman desangiz ham bo'ladi. 6 kun ish 1 kun выходной qilaman desangiz ham bo'ladi. Pastdagi nomerlar bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Sizlarga javob beradi. Ruskiy, Telegram ham bor shunda, WhatsApp ham bor. Bu yerga faqat akalar, opalar, shu Sankt-Peterburg shahrida yurgan vatandoshlarimiz. Patentingiz bo'lsa ham, bo'lmasa ham farqi yo'q akalar. Yandex.Lavka degan skladda ish joy bo'ladi. Ko'rib qo'yaman hozir, mana videosini ko'ring. Komplektovka Yandex.Lavka. Sizlar ana akalar, ko'rdilaringiz videosini. Bemalol telefon nomeriga telefon qiling. Aytib o'tgandek, joy chegaralangan. Sizlar faqat poddershkani unutmaysizlar. Yangi ish o'rinlarida faqat bizning kanalda kutib qolingizlar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa yana keyingi ishimizni kutayotgan vatandoshlar omad so'zini kommentariyaga qoldirasiz. Bizda faqat inshaalloh yangi ish o'rinlarini chiqarib boramiz. Smenasiga mana shu yerda ishlayotgan vatandoshlarimiz 6000 rubldan ishlayapti. Bu yerda tezda skanerda qo'yib o'tganman, ko'ryapsizlar akalar, ko'rdilaringiz, tezda skanerda bular. Bemalol telefon qilingizlar, bog'lanib, borib ishlashlaringiz mumkin. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Qayerda bo'lsangizlar ham Allohga omonatsizlar. Vatandoshlar faqat poddershkani unutmaysizlar. Rahmat aytaverasiz. Bularda yana ikkinchi joyda ham ish joyi bor. Vkussvil skladida. Vkussvilda ishlagan vatandoshlar biladi. U yerda ham bor ishlari. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Sizlarga u ish to'g'risida ham to'liq ma'lumotni beradi. Yandex.Lavkaga akalar bor yo'g'i 6 ta odam kerak. Ya Vkussvil skladiga ham akalar 2 ta yana odam kerak dedi. Tezda telefon qilingizlar, inshaalloh borib ishlashingiz mumkin. Rahmat aytaverlaringiz uchun yana bir bor.